Mana aka ukalar, kecha Normanni yurgan makon, ertalab kelsam shu ahvol. Endi buni hozir mestasini o'zgartirganman-da. Mana bu yerda deraza ochiq. Mestasini o'zgartirgan hisobiga shamollab qo'yganda jo'ja makon. Hozir ovozi 1 gram ampitsilin qilib qo'ydim. Qoch. Nafas yo'lida xirildi bor, piqildi bor, burnidan suv oqib turibdi. Bir gram ampitsilin qildim. Aka ukalar, shu kasallikni boshlanish davrida ampitsilin yaxshi ta'sir qiladi. Kecha Normanni yurgan makon, birdan bugun ertalab kelsam shunday. Xudo xolasa buni her soatda syomka qilib boraman, o'zgarishlarni. Hozir 1 gram ampitsilin qilindi. To'shidan. To'g'rirog'i ko'kragidan. Men endi ko'kragidan qilaman, to'shini baland qismrog'ini. Aka ukalar, buni shu har soatda syomka qilib boraman. Xudo xolasa o'zgarishlarni kuzatamiz, qanday o'zgarish bo'ladi. Aka ukalar, mana bu Ambroxondan ham bir 2 gram ichirib yuboraman hozir. Kasallik jiddiyroq. Mana shundan ham 2 gram og'ziga shpritsda ichkizib yuboramiz hozir. Aka ukalar, oradan xullas ertalab 7:30 da syomka qilib 1 gram ampitsilin qilganmiz. Mana hozir soat 10 bo'ldi. Hali ukolimiz masalan 7:30 bo'lgan bo'lsa 2,5 soatda hali ta'sir kuchini umuman ko'rsatmagan. Xullas. Kuzatamiz aka ukalar. Aka ukalar, soat 19:30. To'g'imizda yaxshi tarafga o'zgarish bor. Endi o'sha yanglishmasam shu 12 soat bo'ldi-da. 1 gram ampitsilin ukol qildik. 2 gram Ambroxon siropidan ichkizib qo'ydik. Endi buni xudo xolasa ertalab yana bitta takrorlab yuboramiz-da, bittada baribir bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa kechqurun ko'ramiz. Xudo xolasa ertaga zo'r natijalar bo'ladi. Yaxshi natija kutib qolamiz. Akalar, ukalar, soat 12 bo'ldi. Xullas kechki. Hozir
Keyin havoini olib, haligi ertalab qilgan molajamizni takrorlab yuboramiz. Mana ukolni olib keldim hozir. Ampitsilin 1 gram yana. Xirildisi bor hali ozgina. Lekin ertalabkidan yaxshi. Ertalab nima bo'ladi? Hey. Ozgina bor xirildisi. Shu ertalabki molajani yana takrorlab yuboramiz. Hozir aka-ukalar 1 gram ampitsilin ukol qilaman. Keyin 2 gram ambroxon siropidan ichirib yuboraman. Hozir menga afsus bu ukol qilish jarayonlarini ko'rsata olmayman. Nimaga deganda yordamchim yo'q, bir o'zimman. Mana ukol qilib yuboramiz hozir. Mana aka-ukalar ukoldan urdik. Xudo xolasa ambroxon siropini ham ichkizdim 2 gram. Endi xudo xolasa ertalab natijani ko'ramiz. Ertalab xudo xolasa chotki bo'ladi degan umiddamiz. Aka-ukalar oradan bir sutka vaqt o'tdi. Kecha video qilganmiz. Oradan 24 soat vaqt o'tdi. Endi hozir kuzatamiz parrandamizni, jo'jamizni qanday ahvolda. Hozir ozgina beda tashab ko'ramiz. Doni oldida doni bor. Aka-ukalar, jo'jamiz holati. Hammasi chotki xudo xolasa.